nimaga siz bunaqa uydasiz, nimaga otangiz unaqa uyda, nima uchun u uyda qilmadingiz, nima uchun otangizni olib kelmadingiz, o'zingiz nima otangiz uydan haydab yuborganmi, sal bir miyalaring ishlatinglar. Bu uyda endi oldam xudo xolisa olib kelaman. U yoqda ikkita singlim bor, ukam bor, singlimda vipsnoy bor, mol hol bor, qo'ylar bor, ro'zg'or degan narsa bor. O'zini kuchi bilan qishloq sharoitidan chiqib shuncha natijaga erishyapti. Nima uchun ko'ra olmaysizlar? Ochiq kiyinsa fohishaga chiqarasizlar, yopiq kiyinsa o'zidan nimadir yesa olganga chiqarasizlar. Men ham ana shu uyni ko'tarish uchun, oilamga qiz bola bo'lsam-da o'g'il farzandni o'rnini bosish uchun, singillarim birovga xor qilmasligi uchun men ham qo'limdan kelgan hamma narsani qilyapman. Iltimos negativ qilishni yig'ishtiringlar. Men ham shu uyni ko'tarish uchun harakat qilyapman. Sizlarda bormi? Bu aql farosat menda ham bor. Birovni borib eri bilan yurganim yo'q, yo birovni pulni borib o'g'irlaganim yo'q, biron bir narsa qilganim yo'q. O'zim hayotimda, o'zim yo'limda to'g'ri ketyapman. Yashagani qo'yinglar. Iltimos sizlardan bir natijaga erishsa, bir fohishalar qilib deb sal bir miyalaringga o'ylanglar. Bunchalik ifloslikdan qanaqa sig'dirib yuribsizlar, a? Shu betingizga urib ketsa-da, sizlar shu marazlilaring betlaringga aks bersa-da, shunchalik oynaga qaranglar, qo'rqib ketasiz sizlardan. O'zingizning hayotingizda yashanglar. Iltimos birovni qozoniga borib ovqat qilmanglar-da, o'zingizning qozoningdagi sho'rvani ich. Bunchalik negativsizlar, tavba qilaman.